tangla yorug'i sabab farzandingizda gapirishda muammolar bo'lishi mumkin. Ko'pchilik ota-onalar farzandining tanglayida yorug'i bo'lganda gapirishga aloqasi yo'q deb o'ylashadi. Ammo bularda manqalanish, talaffuzning noto'g'ri bo'lishi bo'ladi. Shuni orqasidan bolalar atrofdagi jamoaga qo'shila olishmaydi. Chunki gapini tushunmaydi. Buning yechimi 9 oylik, 9 kilo bo'lgandan boshlab jarrohlik muolajasini o'tkazish. Qancha kechiktirgan sari bolani gapirishga bo'lgan protsenti tushib boradi. Bola gapiradi, lekin atrof muhitdagi jamoat yoki odamlar buni gapini tushunmaydi. Shuning uchun bola o'zini shaxs deb hisoblashi juda ham kechikib boradi va o'zini jamoaga qo'shmasdan yakkalanib qolish bilan tugaydi. Shuning uchun bola har doim vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak. Eng yaxshisi tanglayida yorug'i bor bolalarda vaqtida jarrohlik muolajasini o'tkazish. Ya'ni 9 oylik 9 kilodan boshlab. Agar sizda, atrofingizda yoki farzandingizda shunday muammo bo'lsa, bizga murojaat qiling, direktdan yozing.